Endi shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsilotiga o'tamiz. Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi Milliy tiklanish demokratik partiyasi fraksiyasi yig'ilishida davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg'armalari byudjetlarining joriy yil 9 oylik ijrosi yuzasidan hisobot eshitildi. Shuningdek, deputatlar navbatdagi yalpi majlis muhokamasiga kiritilayotgan qator qonun loyihalari yuzasidan o'z nuqtai nazarlarini bildirishdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Milliy tiklanish demokratik partiyasi fraksiyasi a'zolari tomonidan O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti, davlat maqsadli jamg'armalarining 9 oylik ijrosi to'g'risidagi hisobot ko'rib chiqildi. Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan berilgan ma'lumotlar deputatlar tomonidan qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Bugungi kunda davlat byudjetining ijrosi 5,8% ga, xizmatlar sohasi ham 6,5% ga, sanoat sohasi ham 5,7% ga oshirib bajarilganligi va shu bilan birgalikda partiyamizning dasturiga kiritilgan ta'lim sohasini rivojlantirish bo'yicha, maktablardagi eski kompyuterxonalarni yangilashtirish bo'yicha sarflangan xarajatlarning faqat 45% sarflanganligi yoki shu xarajatlarning ko'p ta'lim sohasiga yo'naltirilgan xarajatlarning mablag'larining faqat 93,5% ga ishlatilgan. Yilning oxiriga qadar ushbu ajratilgan mablag'larni maqsadli va o'z vaqtida sarflanishi bo'yicha har bir vazirlik va idoralar o'zlari chora-tadbirlar ishlab chiqarishi belgilab olindi.